95% odam zotda shunaqa. Yarim umrini pul topish uchun sarflaydi. Keyin yarim umrini o'sha to'plagan pulini sog'lig'ini tiklash uchun sarflaydi. Не fakt, что o'sha to'plagan puli sog'lig'ini tiklashga yetishiga. Chunki sog'liq bu bizning boyligimiz. Sog'liq bo'lsa qolgan narsa ham bo'laveradi. Men har doim aytamanki, million dollar pul qo'yib qo'ysa ham qizig'i qolmaydi odam. Qolgan narsa bu dunyoviy narsalar. O'zi bu dunyo 5 kunlik dunyo, ko'z yopamiz, ochamiz, qanaqa umr o'tib ketganini bilmay qolamiz. Har doim o'ziga savol berish kerak. Kimman, nima uchun yashayapman, o'lgandan keyin qaytib ketaman. Mana shu usta savolga agar odam javob topsa, demak umrini bekor o'tkazmagan bo'ladi.